Poytaxtimizda kinologlar musobaqasi tashkil etildi. Uning tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Bir necha yildirki, aprel oyining so'nggi 10 kunligida O'zbekiston Respublikasi Mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Xalqaro kinologlar ittifoqi tomonidan zotdor itlar ko'rgazmasi o'tkazib kelinmoqda. Joriy yilda ham an'anaga muvofiq Chempionat O'zbekiston 2025 ko'rgazmasi o'tkazildi. Qurolli kuchlarimizning barcha tuzilmalari, kinologlari va kinologlar klublari a'zolari bo'lgan fuqarolar ham ishtirok etgan mazkur musobaqaga xalqaro ekspertlar ham taklif etilgan bo'lib, ishtirokchilarning har bir qadamini munosib baholab bordilar. Yakuniy natijalarga ko'ra 150 dan ortiq zotdor itlar ishtirokida o'tkazilgan ushbu musobaqada Jamoat xavfsizligi universiteti kinologiya xizmati jamoasi itlarining tashqi ko'rinishi, sifati, topshiriqlarni aniq bajarishlari kabi nominatsiyalarda nufuzli hakamlar tomonidan yuqori baholanib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Musobaqa tashkillashtirishdan asosiy maqsad nasldor xizmat itlarini saralash. Kelajakdagi maqsadlarimiz barcha kuch tuzilmalaridagi harbiy xizmatchilarga hamda kinologlarga sifatli nasldor xizmat itlarini yetkazib berish hamda zotdor xizmatlarni naslini o'zimizda ko'paytirib yetishtirish. Eng yaxshi parvarish qilingan 4 oyoqli sodiq do'stlar va ularning egalari ko'rgazma so'ngida hamkor tashkilotlar tomonidan kubok, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.